Hammaga salom, kanalimizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videomizda AdNXBetdan to'g'ri va to'liq ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman. Xo'p, programmasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimizda yuklab olsanglar bo'ladi. Silkasini video ostida qoldiraman. Xo'p, mana bu yerda yuqorida ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosamiz. Bu yerda bir bosishda telefon orqali, emailimiz orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. Bizga eng qulayi mana bir bosishda ro'yxatdan o'tishni ustiga bosamiz. Tez ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana birinchi qatorda mamlakatni tanlaymiz. Kim qaysi davlatda yashasa, o'sha davlatini bu yerda tanlab qoldiradi. Mana keyingi qatorda valyutani tanlaymiz. Mana qaysi valyutada ishlamoqchi bo'lsanglar, shuni tanlaysizlar va bu yerda bonusni tanlashimiz kerak bo'ladi. Qaysi sportgami yoki kazinoga bonus olmoqchi bo'lsanglar, shuni tanlaysizlar. Xo'p, bonus olish uchun albatta promokod yozish kerak bo'ladi. Men sizlarga mana shu AS 777 promokodini yozib qoldirishni maslahat beraman. 100% bonus beradi. Ushbu promokodni yozib qoldirsanglar birinchi depozitga va mana pastda galochka qo'yamiz va ro'yxatdan o'tish sahifasini bosamiz. Mana pastda ko'k yozuvni ustiga bossak, ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda endi robot emasligimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Kapchadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda mototsiklni belgilang deyapti. Xo'sh, bu yerda velosipedni belgilaymiz. Mana do'stlar, kapchadan o'tib oldik. Xo'p, endi qaranglar do'stlar, mana shu login bilan parolni biron bir daftargami yo bloknotgami yozib qo'yinglar. Albatta, boshqa kompyuterdan yoki boshqa telefondan kirmoqchi bo'lsanglar, mana shu login parol orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, skrinshot qilib saqlab qo'yinglar. O'yindan chiqib ketgan taqdirda ham mana shu login parolimiz bilan kirishimiz mumkin. Xo'p, keyingisini bosamiz. Mana akkauntimizga kirib oldik. Endi qaranglar do'stlar, mana pastda menu bo'limiga bosamiz. Bu yerda shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana yuqoridagi nastroyka bo'limiga bosamiz. Bu yerda mana yuqorida yana odamcha ustiga bosamiz. Mana shu qatorlarni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda telefon raqam va email qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Mana yuqorida ma'lumotlarni to'ldirish bo'limiga kirib, ushbu qatorlarni hammasini bir chetdan to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerga familiyangizni kiritasiz, pastiga ismingizni yozib qoldirasiz. Keyingi qatorga отчество yoziladi. Xo'p, keyingi qatorga tug'ilgan yilingiz sanasi bilan yoziladi. Tug'ilgan joyingiz, bu yerda mana viloyatni tanlaysizlar. Keyingi qatorga shaharni tanlashingiz kerak va yashash manzili yoziladi. Bu yerda hujjat turi yozishimiz kerak bo'ladi. Pasport ma'lumotlarini to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda pasport seriya raqam yoziladi. Keyingi qatorga JSHR raqami yoziladi. JSHR raqami bu pastdagi sonlar bo'ladi. Oxirgi 14 raqamli JSHR raqami bo'ladi. Pasportni berilgan sanasi. Xo'p, ushbu qatorlarni to'ldirib chiqib, mana saqlash tugmasini bossak bo'ldi. Shu ma'lumotlarni
to'ldirib chiqqanimizdan keyin bemalol hisobimizni to'ldirsak bo'ladi. Pul kiritishda, pul yechishda muammo bo'lmaydi. Albatta, shu qatorlarni to'ldirib chiqinglar. Mana bu yerda hisobni to'ldirish bo'limi orqali hisobimizni to'ldirsak bo'ladi. Bu yerda mana Humo, Uzcard orqali hisobni to'ldirsanglar bo'ladi. Mana Humo orqali eng kamida 5000 so'mdan 660 million so'mgacha hisob to'ldirsanglar bo'lar ekan. Mana summani kiritib, bu yerda mana karta raqami, tugash muddati va ism familiyalarni yozib, pastda pay tugmasini bossanglar telefon raqamiga kod boradi. Mana shu kodni yozib terib bossanglar hisobingizga pul kelib tushadi.